Hammaga salom do'stlar. Men Otim Kompot yangi joyimga xush kelibsizlar. Bugun meni kayfiyatim juda ham zo'r chunki men oila oldim. Men oila oldim va kam emas bu. Ko'p oila oldim bu safar. O'shaning uchun men ishlatgim kelyapti. Keyingi safarga olib qo'yim kelyapti, ya'ni bu oilalarimni. Lekin bilmayman qanaqa va nimaga ishlatishim. Menda hamma narsa bor. Oziq-ovqat bor, uyim bor, hamma narsam bor. O'shaning uchun qayerdadir aylanmoqchiman. Akvaparkka boraymikin deyapman. Ayyo, balkim parkka boraymikin. Parkka ham borgim kelmayapti. Menda bitta zo'r g'oya bor. Mashina olaymikin. Qanaqa mashina? Mashina nima qilaman? Uncha yaxshi ko'rmayman haydashni. Ana o'ylab topdim. Men bu uyimdan ko'chib ketaman va boshqa qishloqqa boraman. Bo'ldi, zo'r g'oya o'ylab topdim. Men balkim millionerlarning qishlog'iga boraman. Millionerlarning qishlog'ida bitta o'rtog'im bor, millioner. O'sha yoqqa borib ko'raman. Bo'ldi do'stlar, men bugun millionerlarning qishlog'iga bormoqchiman va ozgincha yashab turmoqchiman u yerda. Mana shu izimutlarimni ozgincha uy olmoqchiman arendaga. O'sha yerda ozgincha yashab turmoqchiman. Keyin ovqat olaman, telefon olaman, hamma narsa olaman, keyin yo'lga chiqsam bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, millionerlarning qishlog'iga ketdi bo'lmasam, o'sha yerda video olaman sizlarga. Ozgincha yurishim kerak emas, ko'p yurishim kerak. Hammalar razminka bo'ladi menga. Mana men yetib keldim. Bekor peshkom yuraman-da. Juda ham ko'p yurib oilalarni olib ketdi, lekin va nihoyat mana millionerlarning qishlog'iga yetib keldim. Vau, hamma narsa oltin, almas, izimut, anita samolyot ham bor ekanmi? Mana samolyot qaranglar, rostiga samolyotmi bu? Kapot, salom. Millioner, yaxshimisan? Yaxshi. Ko'rishga keldingmi bizani qishloqdasan? Yo'q, faqat ko'rishga emas, men yashashga ham keldim. Meni izimut ham bor. Uy arenda qo'ymoqchi edim. Uy arenda yaxshi. Izimut yoqadi bizga. Bo'lmasam ketdi uylarni ko'rib chiqaman senga. Davay ketdi, tezroq ko'raylikchi. Yaxshi, zo'r uy ekan bu. Albatta, axir bu bizning qishlog'imizning eng sentrida joylashgan. Nech pul bo'lmasam bu? 11 ta stak izimut. Nima? 11 ta stak izimut o'ynashga boshlayapsizlar men bilan? Endi bu millionerlarning qishlog'ida kapot. Bo'lmasam boshqa uyga ketaylik. Mana shu uy bo'ladimi senga? Lekin ichkarisi uncha zo'r emas. Qani ko'rib chiqaychi. Rostdan uncha zo'r emas, lekin men yerda yashab tursa bo'ladi. Bu nech pul bo'lmasam bu uy? 5 ta stak izimut. Nima? 5 ta stak izimut bizning qishlog'imizga butun qishloqni sotib olsa bo'ladi-yu. Vashi qimmat-ku. To'g'ri kelmaydi menga. Eng arzon uyni ko'rsatgan menga. Bo'lmasam ketdi uy arzon uyni ko'rsataman senga. Mana eng arzon uy 2,5 ta stak izimut turadi bu. Menga tekinga bersam yashamas edimmi bu yerda? Endi shunaqani. To'g'ri kelmaydi menga hech qaysi. Vashi kichkina 2,5 ta stak izimut ham o'yi. Nima yerda bo'sh hech nima yo'q. Yaqinda bo'tda millioner ko'chib ketdi. O'sha uchun mashta xoschalik bo'sh yuribdi. Bo'lmasam mashta uyimni olib kelsam bo'ladimi shu yoqqa? Lekin olib kelsa bo'ladi. Albatta olib kel uyingni bu yoqqa xohlaganingcha. Bo'ldi, bo'lmasam xos kelaman, millionerman. Do'stlar, menda bitta zo'r g'oya bor. Menga ruxsat berishlaringda bo'sh joy bor ekan, o'zim uyimni bu yoqqa olib kelaman endi. Bu yerda arendalar juda ham qimmat ekan, o'shaning uchun o'zimni uyimni olib kelaman, o'zimni ko'zni yetsammi? Xos kelaman do'stlar. Mana bo'ldi, hamma narsa oldim, mashti joylar qo'yib qo'ydim. Ishini yopib qo'yamiz. Bo'ldi, hammasini qilib oldim. Endi millionerlarning qishlog'iga olib borsangiz bo'ladi. Mana aytganim sizga 1 2 3 4 5 6 7 ta izimut. Bo'ldi, chiroyli qilib olib borib qo'ying, hech qaytini sindirmang. Hamma shundoq bo'lsa, shunday olib borib qo'ying. Mana do'stlar, men bilmas edim Minecraftda shunaqa gruzoviklar borligini. Mana qaranglar, shunaqa gruzovikda uyga olib borsa bo'lar ekan. Yaxshi-hamki 7 izimut yaxshi. Men o'ylamagandim bunaqa bo'ladi deb. Prosta men kirka bilan sindirib o'sha yoqqa borib qo'yaman deb o'ylasam, bunaqa narsalar ham chiqib ketibdi-yu. Mana 700 minut berdim. Endi millionerlarning qishlog'iga olib borib qo'yaylar. Arendalar juda ham qimmat ekan. Bo'pti do'stlar, borganimda ko'rishamiz. Mana bo'ldi. Sekin-sekin men bu fonarik qo'ymay, oltin fonarik sindirib qo'ymay, juda ham qimmatga tushasiz.
Ana bo'ldi. O kapot nima bu? Aytganimdek mani uyim. Mayli. O davay noto'g'ri qo'yib qo'ydilar deb faqat bu yoqqa qo'yish kerak edi. Davay bu yoqqa qo'ying endi. Mana bu yoqqa qo'ying. Bu yoqqa qo'ymang. Ana bo'ldi. Millioner mana uyimni qo'ydim. Yaxshimi? Yaxshi-yu, lekin bunaqa boshqa uylar bilan tushmayapti-da. Albatta tushmaydi mani uyim. Almas izumutlardan masu. Mana mening uyimni ichi ham yaxshi. Menda juda ham jivalli, televizorlar yo'q, lekin baribir yaxshi. Mayli, bo'pti, yaxshi. Yaxshi uy oddiy qishloqqa bo'laveradi. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Endi shu yerda ozgincha yashab tursam bo'ladimi? Albatta yashab turaver, bemalol kapot. Endi sabzada qishlog'imizga ko'chib kelganing uchun kechki ovqat qilamiz. Ovqatlar tekin yur biza bilan. Davay. Maza qolman, lekin yaxshilamki ovqatlar tekin ekan sizlarning qishlog'ingda. Albatta maza qilib yeyver. Keyin samolyotda uchamiz. Yur samolyotda uchamiz. Balkim kerak emasdir samolyotda uchish. Mana shu ovqatlarni yeb olayim. Men bilan yuborur, keyin samolyot uchamiz yurgan. Ana o'tir samolyot haydaysan. Balkim kerak emasdir, men bilmayman haydashni. O'rganib olasan, kapot o'tirgan. Xo'p. Mayli o'tirib ko'ramiz do'stlar. Hech qanaqa tugmalarni bu yerda tushunmayapman nimalarni. Mayli, uchib ko'ramiz. Hozir kelaman men millioner. Sekin mamlarni urib kerak emas. Ana bo'ldi. Oy, namuncha bu tez. Ay boshim aylanib ketyapti-yu. Ne bo'g'irilyapti? Tekislab olish kerak. Nima bo'pti? Tekislab olish kerak bu samolyotda. Namuncha qiyin haydash va tez haydalar ekan. Bo'pti, qishloqqa borib qolayman, uzoq ketib qolmay. Namuncha bu qiyshayib ketgan. Voy, tushib ketishim sal qoldi. Sal teparoq ko'taramiz samolyotku bu. Davay joyga qo'yib qo'ying. Do'stlar, mana haydashni ham sal-pal o'rganib oldim. Lekin men qaylib eslar yomon ekan. Men buni davay joyga qo'yish kerak. Milani qochib tur. Voy, qayerga ketib qolman? Yo'q. Nima qilib qo'ydim? Kapot, vaqtga bu. Voy, men ketdim, samolyot menga emas ekan. Ana avtoparkga ham keldik. Xoliga mashinani haydashni bo'ladi. Endi mashina haydashni bilasanmi? To'g'ri-yu. Haydashni bilasan mashinalarni o'zi? Bilaman. Haydab ko'raychi. Qaysi mashinani tanlasammikin? Men buni mashina tanlay qolay. Davay shunga o'tirib ketdim men. Qochib tur millioner. Bo'pti, men hozir kelaman sekin. Qaylamiz. Ana bo'ldi. Mashinadan chiqib olsam bo'ldi, mashinadan. Lekin mashinaning rangi zo'r ekan, meni skinimga o'xshar ekan. Mana ko'k, ichi qizil. Meni skinimga o'xshar ekan, menga yoqdi. Davay hadiyimiz bo'lmasam, lekin mashina uncha yoqmadi menga. Prosta rangi yoqdi. Mana qishloqdan chiqib olsam, qotib qoldimi? Voy. Bu ham o'xshar mana mashina haydash. Mana millioner haqida chiqdi-da, shu yerdan zo'r ko'rinadi qishlog'i. Xo'p, chiqib ko'ramiz. Bo'lmasa mashinadan bo'lsa kerak. Adashib qolmasam bo'ldi. Qishloq zo'r ko'rinar ekan, shu yerdan tepadan. O'shaning uchun millioner meni chaqiribdi. Qani ko'rlaychi shu yerdanmikin? Ana kapot yetib keldik. Mana qishlog'imizni chiroyligini ko'rsang bo'ladi tepadan. Vau, rostdan ham zo'r ekan. Lekin meni uyim ko'rinib turibdi, bu yerdan emasligini. Davay menga rasmni olsanglar bo'ladi. O'zi meni uyim bu yerdan emas, Almazdan emas, Izunutdan emas. Mayli, borligiga shukr qilamiz. Menga juda ham yoqdi qishloqlar, lekin millioner qishloq. Juda ham xursandman kapot yoqganda. Yaxshamki o'zim uyim bor ekan, arenda juda ham qimmat bo'lib ketibdi. Mayli, hozir ozginchalar kerak millioner. Ana do'stlar, lekin men juda ham charchab ketdim bugun. Hozir uyimga kirib mazza qilib uxlab lekin men qishloqni hali oxirigacha ko'rib chiqqanim yo'q. O'tda bo'lmaganman hali momentda. Nima u sabzavotli tekin prosta yeb ketsanglar bo'ladi. Hamma joylarni hali ko'rib chiqqanim yo'q. Mana nima basseyn deb yozilgan ekan. Qani nima qiryapti?
Nima bo'lyapti? -1 qavatga tushyapmizmi? Basseyn. Men basseynni qaranglar, hozir bitta sakrab yuboraman shu basseynga. Voy do'stlar, mazza ekan, lekin telefonimni chiqarib qo'ying, esim qolmasin. Lekin mazza ekan bu qishloqda. Sizlarni ham kelishinglarni tavsiya qilaman. Bo'pti do'stlar, bugun men millionerlarning qishlog'iga bordim. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin, komment yozib qo'yinglar. Hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar, oxirigacha ko'rgancha rahmat.